Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 21-mart, Navro'z bahor bayrami. Xudo xolasa, navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunkani o'rab oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu laboni atroflariga polni shim izolyatsiya qilib tunkalar o'raldi. Pol qismiga esa bunaqa to'liq holatdagi rezinka tashlangan. Chot ideal holatda qilingan, ko'rishingiz mumkin. Konteyner pollari bor. Penaplekslar bor, mana shumkalar qilingan, taylari 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda, ochganda ilmiylar poliga chiroyli qalin rezinkalardan qo'yilgan. Akkumulyator zashta qiladigan sondiqlarimiz bor, bemalol telefon qilaverasizlar. Murojaat uchun mana bu raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchilik, xatolarsiz yozinglar. Imkon qadar to'g'rilaymiz. Do'stlarga, yaqinlarga, labo olgan tanish bilishlarga jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.